Assalomu alaykum. Varikoz davolagandan keyin varikoz qayta chiqadimi yoki yo'qmi? Bugun shu haqida ma'lumot bermoqchi edim. Varikoz ikkita holatda chiqadi. Bu retsidiv, ya'ni qayta chiqish ehtimoli bor. Operatsiyadan keyin yangi joydan chiqadi va rekanalizatsiya deymiz. Bu ko'pincha lazer operatsiyadan keyin yangi lazer bilan yopilgan tomir yana ochilib ketib, undan qaytib chiqish mumkin. Alohida keling ko'rib chiqamiz. Davom ettirishimdan oldin shu videomizga like bosib qo'ying. Tugagandan keyin o'zingizni tanish bilishlaringiz, kim operatsiya qildirmoqchi emas, ya'ni o'ylab yurgan odamlarga yoki o'sha qaytib chiqadi deb fikrlab yurgan odamlaringiz bilan ulashing. Bu video ularga juda foydali bo'ladi. Demak, aytganimdek, qayta chiqish ehtimoli varikozdan keyin bo'lishi mumkin. Xos ko'p klinikalar reklamalarni ko'rasizlar. Lazer operatsiya qilamiz, 100% garantiya beramiz, varikoz qaytib chiqmaydi. Shuni sirazu aytib ketmoqchi edim, bu yolg'on narsa. Qayta chiqish ehtimoli har doim qoladi. O'shani qachon qaytib chiqish mumkin, qaytib chiqmasligini oldini olish uchun va nima tavsiyalar, o'zimning tavsiyalarim shu yo'nalishda hozir bermoqchiman. Demak, ikkita usul varikozni davolash usuli bor. Bu kesib usul, ya'ni flebektomiya deymiz va lazer usuli. Flebektomiyadan keyin qaytib chiqish ehtimoli ancha yuqori, lazerga qaraganda 10 barobar ko'proq uchraydi. Chunki bu yerda tomirlarimiz tashqi tomondan zararlanadi, bu kesim usuli bilan olinadi. Ikkinchi sabablardan biri bu o'zi nazorat ostida qilinmaydi. Ya'ni ruschasi aytganda вслепую qilinadi. Tomir olib tashlanganda ayrim tomirlarimiz qolib ketadi, shu joydan yana qayta chiqish ehtimoli baribir qoladi. Lazer usulida butun operatsiya ultratovush nazorati ostida chiqadi. To'g'ri, flebektomiyaga qaraganda bu holat operatsiyadan keyin chiqish ehtimoli ancha kam. Shuning uchun ham bugungi kunda bu eng tavsiya qilinadigan oltin standart hisoblanadi. Lekin bu holdan keyin ham chiqish ehtimoli bor. 100 ta kasaldan, 100 ta operatsiya bo'lgan kasalda 4 ta 5 ta kasallarda chiqish mumkin. Ayrim manbalar bo'yicha 10 ta kasallargacha borish mumkin. Sredniy 4 ta 5 ta kasal, 100 ta kasallar. Flebektomiyadan keyin qayta chiqish ehtimoli 30%, 30-35% gacha uchraydi. 100 ta kasaldan 30 tachasida qaytib chiqish ehtimoli bor. Shunda ham agar o'sha to'g'ri qilingan bo'lsa. Endi keling ko'rib chiqamiz har bittasini sabablarini. Nimaga yana qayta chiqish ehtimoli bor? Usul o'zini sabablarini men aytdim. Endi hayotiy tomondan ko'p narsa hayot tarzimizga bog'liq. Ko'p narsa organizmimizga bog'liq. Hayotimizda bo'layotgan hodisalarga bog'liq. Avvalambor qayta chiqish ehtimoli yana qayta homiladorlik bo'lgan paytda. Ayrim bemorlarimiz operatsiya qildirib ketadi, yo'q bo'ldi, men boshqa homilador bo'lmayman deb ketadi, yana homilador bo'lib qoladi. Yangi boshqa tomirdan yana varikoz bo'lishi mumkin. Homiladorlik yangi varikozni yangi joydan paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Chunki homiladorlik vaqtida gormonal fon ko'payadi, yana homila kattalashib, tomirlarga ta'sir qiladi, qon hajmi ko'payadi, bu hammasi yana qayta chiqish ehtimolini ko'paytiradi. Boshqa sabablardan bu turib ishlash holati. Ko'pchilik bemorlarimiz sartarosh, sotuvchi, xirurglarda ham chiqadi, chunki ko'p soatlab oyoqda turamiz. Keyin og'ir ish qiladigan, og'ir ko'taradigan bemorlarimizda yana qayta chiqish ehtimoli bor. Shuning uchun ham shu narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Va yana bitta sabablardan bittasi bu ortiqcha vazn. Ko'p bemorlarimizga aytamiz, ozib keyin keling operatsiya qildiring, bir xillarni operatsiya qilib keyin vesi kamaytiring deb aytamiz. Kimdir ozadi, kimdir bu narsaga qaraydi. O'shalarda qayta chiqish ehtimoli juda reski kamayadi. Agar yana vazn ko'paysa, yana turib ishlasa, undan ortiq yana homilador ham bo'lsa, unda однозначно bu bemorda chiqish ehtimoli 2 barobarga ko'payadi. Ikkinchi qayta chiqish sababi bu rekanalizatsiya. Rekanalizatsiya asosan faqat lazer operatsiyadan keyin bo'lishi mumkin. Ya'ni lazer bilan yopilgan tomir 3 oy, 6 oy kuzatuvga kelganda ochilib ketganini ko'ramiz. Bemor boshida bu narsani ko'rmasligi mumkin. O'shaning uchun ham bizning bemorlarimiz 1 yil davomida kuzatuvga kelib yurish kerak. Kuzatuvlarimiz operatsiyadan keyin bepul. Agar mabodo bunaqa holat ko'rib qolsak, biz bu bemorlarimizni qayta bepul o'zimiz hisobimizga yana qayta operatsiya qilib beramiz.
Bu holat nimaga paydo bo'lishi mumkin? Shu aytganimdek, o'sha sabablari srazu ishga chiqib ketgan, srazu og'ir nos ko'targan. Chunki operatsiyadan keyin biz o'zingizlar ehtiyot qiling, og'ir ko'tarmang, ko'proq yuring tavsiyalarimiz qilamiz. Bir xil bemorlarimiz u narsaga ham rioya qilmaydi. Tomir ochilib ketadi. Shunda ham bu narsani biz o'z bo'ynimizga olib, qayta operatsiya qilib beramiz. Bu holat juda kamdan kam uchraydi. Mingta kasaldan 2ta 3ta kasalga. Mana shu klinikamiz ochilayotganiga 7-8 yil ketayotgan bo'lsa, 8 yil ichida 2-3 mingtadan ortiq operatsiya qilgan bo'lsa, 3 tami kasalda bu 3 ta yoki 4 ta adashmasam kasalda bu narsa kuzatilgan. Shuning uchun ham bu kamdan kam uchraydi va bemorga bu katta ta'sir ham qilmaydi, uni ham davolash osonroq. Yangi tomir chiqqanga qaraganda. Endi yangi tomir qayta chiqmasligi uchun nima qilish kerak? Siz masalan operatsiya bo'ldingiz, xirurgik operatsiya bo'ldingizmi yoki lazer operatsiya bo'ldingizmi? Avvalambor o'zingizni vazningizni kontrol qiling. Ortiqcha vaznni kamaytiring. Ko'p peshkom yurishga harakat qiling. Har bitta yurganimizda o'sha mushaklarimiz ishlaydi, mushak nasos funksiyasini bajaradi va turib qolgan qonni haydab beradi, varikoz paydo bo'lishini ancha kamaytiradi. Turib ishlaydigan bo'lsanglar, bu holatlarda biza elastik chulki yoki golfik tizzagacha bo'lgan golfilarimiz bor. O'sha kompressionniy golfini kiyib ish qilinglar deb tavsiya qilamiz. Chunki ertalab kechgacha oyoqda bo'lsanglar, xohlaysizmi, xohlamaysizmi nagruzka tushadi. Golfilar bilan bu narsani kamaytirsa bo'ladi, ancha kamaytirsa bo'ladi. Chunki varikoz kasalligi bu surunkali kasal, umringlarning oxirigacha bu kasal. Bundan qutulib bo'lmaydi. Qonda qoladi, bu nasliy kasal. Irsiy kasallik desa ham bo'ladi. Shuning uchun ham bu kasalni har doim miyada ushlab turishingiz kerak. Endi chiqayotgan yangi varikozlarni davolash oson. Bir xil bemorlarimiz foyda bermadi deb yana yuraveradi. Bu noto'g'ri narsa. Operatsiya qildirdingiz, 3 yil, 4 yil, 5 yil o'tdingiz, homilador bo'ldingiz, og'ir ish qildingiz, yangi joyingizda yangi chiqish paydo bo'ladi. Zahot flebologga murojaat qilish kerak. Endi chiqqan paytda uni davolash osonroq, arzonroq ham. Bitta ukolchalar bilan yoki kichkina lazer bilan kuydirib qo'ysa bo'ladi. Masalan, 10 millionlik operatsiyaga o'rniga 1-2 million pulingiz ketadi, bor yo'g'i. Bu holatlarda zahot flebologga murojaat qilib, shu narsani davolash kerak. Va albatta sport bilan shug'ullanish kerak. Yurishdan tashqari oyoq, boldir mushaklarini mustahkamlash kerak. Men juda ko'p ahamiyat beraman. Sport bilan shug'ullanayotgan bemorlarimizda varikoz qayta chiqish ehtimoli ancha kam. Mayda juda tomirchalar chiqishi mumkin. Telangiektaziya, uni чисто kosmetik holat, uni ukollar bilan yoki hozir dermalazerlar chiqib ketgan, o'shalar bilan davolasa bo'ladi, lekin katta varikozda ularda deyarli chiqmaydi. O'shaning uchun ham qo'rqmasdan varikozni davolash kerak. Ayrim bemorlarimiz o'sha aytganimdek yo'q qayta chiqadi deb yoki tanishida yoki boshqa doktorlarda, boshqa soha doktorlar aytgan bo'lishi mumkin, что yana qaytib chiqib ketadi deb. Bu noto'g'ri narsa. Chunki varikozni davolamasangiz ertaga trombga olib keladi. Tromb bo'lsa однозначно oyog'inglarni kesadi, больницada yotasizlar, xarajatingiz undan ham 3-4-5 barobarga oshib ketadi. Va kasal o'zi ham juda qattiq qiynaladi. Har doim aytaman, endi chiqdimi, bezovta qilmayaptimi varikoz, o'sha vaqtda qutulib olinglar. Ham arzonroq ham bo'ladi, ham asoratlarni ham oldini olasizlar va hayotingizning tarzini, hayotingizning sifatini yaxshilaysizlar. Qayta chiqib ketsa, vaqtida kelsanglar, u qayta chiqqan tomirlarni ham juda yaxshi, oson davolasa bo'ladi. Aytganimdek, xirurgikka qaraganda har doim lazer usulini tanlaylar, chunki lazerdan keyin avvalambor qayta chiqish ehtimoli ancha kam. Uni davolash xirurgikka qaraganda ham osonroq va agar rekanalizatsiya bo'lsa, bu narsani klinika o'z zimmasiga oladi, qaytadan yana operatsiya qilib beradi. Agar o'sha lazer bilan kuydirilgan tomirdan chiqsa. Lekin bir necha yildan keyin yangi tomirdan chiqsa, u yangi varikoz hisoblanadi, retsidiv hisoblanadi. Uni el qatori yana qayta davolanadi. Shuning uchun agar savolingiz bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Bizning kanalimizga obuna bo'linglar, chunki tez-tez yangi informatsiyalar bilan biz xabardor qilib turamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha xayr.